Bir ovoz bor. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugungi videomizda biz sizlar bilan Python darsda xudo. Python darslik for beginners, ya'ni Pythondagi darslar. Pythonda dars qilamiz va uni o'rganamiz. To'g'rirog'i sizlar o'rganasizlar, men o'rgataman. Pythonni tushunchasi, Pythondagi o'zgaruvchilar, integer, float, string, if else, elif, while bilan for loop, class, def, ya'ni funksiya va shunga o'xshash narsalarni o'rganamiz va bularning orasiga nimadir qo'shilishi va nimadir esimdan chiqib qolgan bo'lishi yoki nimadir kerak bo'lmasligi mumkin. Chunki bu mana bundan keyin chiqadigan darslarimning otasi hisoblanadi. Ya'ni men bundan keyin Python darslarini ko'proq chiqaraman. Masalan, Telegram bot yasash Pythonda, API yasash va hokazo. Aynan o'sha darslar uchun bu darslik kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda qiladigan funksiyalarimizni biz bu yerda strukturasini o'rganib olishimiz kerak. Ya'ni u darslarni tushunish uchun bu darsni ko'rishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, endi biz ishga qaytamiz. Birinchi bo'lib o'zingizlarni web browserga kirasizlar. Masalan, Chrome menda va men o'zimni Chrome'ga kirib olaman. Endi ana bu ikkita linkdan olasizlar. Mana men birinchisi, mana ikkinchisi. VS Code, mana Python, VS Code bizga Python kerak birinchi. Pythonni kod yozish uchun Python kerak, logichno. Python kerak. Bizamiz browser. Mana kirsanglar уже skачать boshlanadi. Menda boshlanmadi, chunki уже nima deydi? Joy tanlash kerak, chunki maxfiy rejimdaman va ikkinchisi, bu ham yuklaydi, sразу, просто menda maxfiy rejimda yuklanmayapti. Va bo'ldi. Bundan уже chiqib ketsanglar bo'ladi. Ikkalasi o'rnatiladi. Ikkalasini o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Va to'xtanglar, men sizlarga ko'rsatib berishim kerak menimcha. Python o'rnatilishini ko'rsatib berishim kerak. Bas. O'rnatish ko'rsatib beraman. Sizlar skачать qildik menimcha. Mana. Skачать bo'lsin. Mana bizdan Python skачать bo'lishini kutamiz va buni o'rnatib olamiz. Ya'ni buni o'rnatishda bitta narsaga ahamiyatli bo'lish kerak-da. Mana o'sha narsani ko'rsatib ketmasam, sizlarning bundan keyin kodinglarda xato bo'ladi. Mana Pythonga kirasizlar. Administrator, mana bitta app.pet bor, mana bitta pichga bosasizlar va install now qilasizlar. Bo'ldi, kutasizlar, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Ya'ni men admin qilaman, menda уже bor bu Python. Mana bo'ldi, bu yerdan chiqib ketamiz va Visual Studio Code ilovasini ham o'rnatib olgan bo'lishingiz kerak. Bu ilovadan bitta yangi profil ochaman, sizlarda qulayroq bo'lishi uchun. Mana for YouTube deyman, ya'ni noldan ko'rsataman buni. Mana yaratdik va darslik faylimga kirib olaman, qaranglar. Bitta fayl yaratasizlar. Mana mana holatda bo'ladi VS Code kirganinglarda. Fayl yaratasizlar, mana new qilib, masalan, dars deylik. Uni ustiga bundoq tashlaysizlar VS Code'ni va u o'sha joyda ochiladi. Mana sizlarda boshida mana hozir for YouTube ga kirsam, mana bu holatda bo'ladi. Mana chetlari mana bu va mana bu holatda. Va o'sha faylda ochib olasizlar. Men YouTube darsliklarda Python degan fayl bor. Bu yerga kelinglar, Pythonni o'zini ochib qo'ya qolaman. Mana bundoq tashlaysizlar, o'sha faylni ochib beradi. Endi biz VS Code ga kirsak bo'ladi. Tashlayman. Qaranglar, VS Code sizlarda mana shunaqa holatda bo'ladi. Birinchi o'rinda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda panikaga tushmaymiz. Bu tugmalar juda ko'p, lekin deyarli hech qaysini ishlatmaymiz. Mana bu yoqda mana bu bo'limni yopasizlar, mana tepada bitta bosasizlar, yopiladi. Keyin mana bu bo'limni bundoq kattaroq olasizlar, o'zingizga qulayroq qilib. Keyin mana bu yoqda to'rtburchak nima bor? Extensions degan bo'lim bor. Yo'qda Ctrl Shift X ekan. Mana buni bosilib kiradi. Yoqda qidirish bo'limiga yozasizlar mana. Python birinchi yozdinglar. Mana Python chiqdi. Install bosasizlar. Ya'ni bizga Python kerak bo'ladi birinchi bor. O'rnatilishini kutasizlar. Ozgina kutasizlar. Juda ko'p emas. Da juda ko'p. Uzr. Da bo'ldi. Endi mana bu yoqdan faylga qaytsak bo'ladi. Mana bizning faylimiz. Menga bitta ikonka bor, men yaqinroq olaman. Hamma qulay bo'lsa, mana men ikonka bor. Bitta bosasizlar va bu yoqda mana nom berasizlar faylga. Masalan, birinchi deymiz, deylik, darsim deylik. Yo'qida birinchi
kodim deylik nuqta fayl. Ochganingizda mana bunaqa joy chiqadi va biza bu yerga endi biza mana bemalol kod yozsak bo'ladi. Mana o'sha xato chiqaryapti. Biz endi biza bemalol kod yozsak bo'ladi. Masalan, mana o'sha bu sun'iy intellekt yozishi mumkin degan kod chiqaryapti, lekin biza o'zimiz qilamiz. Shuning uchun sun'iy intellektni tezlik bilan yo'q qilib yuboramiz. Sizlar yo'q qilmasanglar ham bo'ladi. Bu sizlarga yordam beradi kod yozishga, lekin undan kod o'qiylar demayman. Men hozir o'zim uchun sun'iy intellektni o'chirib qo'yaman. Mana bitta GitHub Copilot degan narsa bor. Nahotki uni topa olmayman. Joy bor edi, o'chirsa bo'lardi. Endi qatdan o'chirar edi. Kelinglar extensionni tegi bilan o'chirib yuboramiz. Mana ni disable qilib qo'ysam bo'lar ekan. Restart qilamiz. Bu ham bo'ldi o'chdi. Endi yozib ko'ringlar mana. Print desa, bo'ldi, hech narsa chiqmayapti. Demak, bizning sun'iy intellektimiz o'chdi va bu bizga kerak. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana toza birinchi kodim turibdi. Sun'iy intellekt bu yerdan o'chirildi mana. Enable qilib yo'q qolsanglar bo'ladi o'tsa. Endi eng kerakli narsa bu. Mapdan, hozir topib olay o'zim. Bitta fayl degan bo'lim bor. Bo'pti, mana qarang. Pastda настройка bor. Mana bosasizlar. Mana yerda настройка bor, settings. Ustiga bosasizlar va bu yerdan yozasizlar mana. Auto save. Mana auto save bu yerda ochiq bo'ladi. Buni function window change. After delete qo'yayotgansizlar. Men inglizchani sal yaxshiroq bilmayman. After delete va qilamiz. Endi qaranglar. Print desa salom deylik masalan. Mana yerda bitta oq nuqtacha chiqmayapti. Ya'ni kodimiz sразу saqlanib bo'ldi degani bu. Bu nimaga kerak? Kompyuterda kod yozayotganda, naq qo'laman. Kompyuterda kod yozayotganimizda svet o'chib qolsa, kompyuterimizga hamma kodni yozganlarimiz saqlanib qilmaganimizga Ctrl C qilmagan bo'lsa, uxlaydi. Aynan shu narsa uchun bu avtomatik save kerak. Masalan, print salom qildim va yana print miss salom 2 dedim. Bizani mana salom 2 misi hozir kompyuterimni o'chirib yoqsam, yo'q bo'lib qoladi. Chunki mana bu yerda men saqlanib qilmadim degan bitta oq nuqtacha chiqib turibdi. Ctrl C qilsam mana u yo'q bo'ladi. Ya'ni kod turganlarda yo'qoladi. Endi mana buni yoqib qo'yamiz. Autosave bizga kerak narsa ekan. Tushunganinglar deb. Endi biza birinchi kodimizga o'tsak bo'ladi. Hozir bir daqiqa. Endi xo'p. Biza men reja qilib olganman, ssenariy qilib o'rgatadigan narsalarni o'shanga qarab dars o'tishni boshlayman. Python nima va nima uchun kerak? Python dasturlash tili sun'iy intellektlar yasalyapti hozir. Pythonda API'lar, Telegram botlar va veb-saytlar hammasi uchun mukammal dasturlash til Python bo'ladi. O'zgaruvchilar text, matn, ya'ni tekst bilan matn bitta narsa, raqam, bo'lingan raqam, masalan mana raqam bo'lsa 1 3 bo'lsa, bu o'sha bo'lingan raqam, chunki nuqtasi bor. Bu float deyiladi mana. Bunday qilsam hammamizga qulayroq bo'lar ekan mana. 3 teng raqam salom teng matn desa bo'ladi. Teng bu raqam emas, integer bo'ladi. Mana string bo'ladi. Bu bularni tushunamiz. Ya'ni raqam integer deyiladi. Esinglarda qolsin, bu kerak bo'ladi. Matn string deyiladi. Bo'lingani bo'lsa float deyiladi. Mana bu qolib ketibdi. True or false. Bu boolean deyiladi. Ya'ni true yoki false, ya'ni rost yoki yolg'on. Tip shunaqa narsa. O'xshadi yoki o'xshamadi deganda. Endi xo'p, bizda birinchi bo'lib o'tadigan narsamiz bu mana shu narsalar ekan. Masalan, qaranglar. 1 yo'q. Raqam deyman, teng 1 qilaman. Endi raqam deyman ga teng mana bu 1 qilaman. Bu yerda nima farqi bor desak, terminalni ochib olamiz, qarab turinglar. Ctrl bilan J bosiladi terminalni ochish uchun, ya'ni J, o'zbekchadagi J. Jig'ildondagi J. Ctrl J bitta vaqtda bossanglar,
terminal ochiladi va yopiladi. Mana shu holatda kerak. Agar bunaqa yo bunaqa ochilgan bo'lsa, mana bu yerda terminal bor mana. Bunda ochilgan bo'lsa, mana shu nuqtani bosib yo'kida terminalga kirib olsanglar bo'ladi. Mana bu holatda ochiladi va bu yoqdan yozasizlar mana Python va birinchi kodim .py. Mana bu fayl kodi, ya'ni mana shu faylni ishga tushir degan ma'noda bo'ladi. Va enter. Bizda hech narsa chiqmadi, chunki kodimizda hech qanaqa chiqaradigan narsa yo'q edi. Print salom dunyo deymiz. Endi biz terminaldan kodni qaytadan ishga tushirsak, mana salom dunyo degan matn chiqib kelyapti. Va salom dunyo deymiz. Endi bundoq turib salom dunyolar deymiz. Va qaytadan terminalga o'tadigan bo'lsak, mana salom dunyo va salom dunyolar chiqyapti. Endi mana bu ikkalasini farqini tushunaylik. Bundoq qilsak, buni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz. Mana raqam 1 o'zi raqam plus raqam 2. Endi qaraylik. Kodni ishga tushirsak nima deyapti? Type error deyapti. Integer bilan stringni bir-biriga qo'sha olmaysan deyapti. Lekin ikkalasi ham bir. Endi mana bu ham string bo'lsa, ya'ni matn bo'lsa, nima bo'ladi? 11 bo'ladi. Ya'ni bu matn bo'lsa, qo'shganinglarda, mana plus qilganinglarda matnning yoniga o'sha matnni yozadi mana 11 bo'lib qoladi. 1 plus 1 bu 11 bo'lib qoladi. Agar ikkalasi ham raqam bo'lsa, o'sha bu matematika, ya'ni matematikada 2 chiqarib beradi. Ya'ni ikkalasi xudoyim raqam. Raqam bilan matnning farqi shu mana qo'sh tirnoq ichida yozilishda. Qanaqa qo'sh tirnoqlikdan farqi yo'q mana. Bunaqa qo'sh tirnoq bor, mana bittalik, ikkitalisi bor. Va mana bunaqasi ham, bu JavaScript deydi, o'zi Pythonda bunaqasi yo'q. Va ko'rib turganinglardek raqam bilan, ya'ni string bilan integer farqini bildik. Endi type degan narsani ko'rishimiz kerak. Ya'ni mana type yozamiz va bu yerga raqam 1 ni beramiz, ya'ni raqamni beramiz. Hammaga bir qo'shsam borku, ikkalamizga ham qulayroq bo'ladi ekan. Ikkalamiz deganda siz bilan men nazarga olmayman. Mana raqam deymiz 1. Mana endi bu yerga kodni ishga tushirsak, plus int, ya'ni bu raqam dot. Bundoq qilsa va buni 2 qilib tekshirsak, qaytadan terminalda mana bu string dot, ya'ni bu matn, bu raqam. Mana bu raqam, bu matn dot. Endi type nimaligini bilib oldik. Bu qaytarar ekan. Endi ko'ramiz. Qarang. If bor, bizda else bor va elif bor. Biz uje tushunib oldik ma'nolarni. If deymiz, raqam 1 qo'shilgan raqam 2 deymiz. Teng bo'lsa deymiz. Necha? 1 ga 1 qo'shsa 2 bo'ladi, to'g'rimi? To'xtanglar. Bunaqa yozilmas edi. Dada, bunaqa yozilmas edi. Raqam qo'shildi teng raqam 1 plus raqam 2 da. Mana endi raqam qo'shildi deymiz, teng bo'lsa deymiz 2 ga. Print deymiz. Raqam qo'shildi javob 2 deymiz. Endi else deymiz. Print raqam qo'shildi javob noma'lum deymiz. Endi kodni ishga tushiraman, lekin sizlarga hozir savol beraman. Ya'ni hozir nima chiqadi? Biz 1 ga 1 qo'shyapmiz. Demak, hozir bizda 2 chiqishi kerak. 2 chiqadi va kodni ishga tushirib ko'ramiz. Bizda xato chiqdi. Boya aytganimdek, raqam bilan faqat raqam qo'shilishi kerak. Buni qaytadan ishga tushirib ko'rsak, javob 2 chiqyapti. Ya'ni qo'shildi degan. Va mana bu yerda nega men 2 ta qildim? Bitta qilmadim. Bitta qilsa Pythonda ishlamaydi, mana xato chiqadi. 2 ta qilish kerak, yo'q 3 ta qilish kerak. Lekin 3 ta ham kerak paytda qilinadi. Ya'ni 3 tasi bu ham type'ini tekshiradi, bu ham JavaScript menimcha. Uzr. 2 ta qilish kerak, xullas. 2 ta qilganda bu tenglikni tekshiradi. Ya'ni mana raqam qo'shildi, 2 ga teng bo'lsa yo'qida deymiz 2 ga teng bo'lsa desa bo'ladi. Ya'ni 2 2 ga teng va javob true chiqadi. Endi e'tibor beringlar.
Bizada true va false ni ham ko'rib chiqaylik. Masalan, yozamiz. To'g'ri teng true, xato teng false. If to'g'ri, endi nima chiqishini taxmin qilamiz. To'g'rida true turibdi, xatoda false turibdi. Yozamiz. Javob 2 chiqdi. Demak, true bu mana if ishlashiga sababchi bo'lar ekan. Ya'ni if qanaqadir qiymat beriladi va u true bo'lsagina bu ishlaydi. Masalan, raqam qo'shildi. Mana mashinaga misol qilaman hozir. Mana 2 deylik, mana 1 ga bundoq qilamiz. Xo'p. Raqam qo'shildi teng bo'lsa 3 ga deyman. Bu ishlasin deyman. Mana javob 3 deymiz. Mana uzoqroq qilib olaman, hammasi ko'rinsin. 1 ga 1 qo'shsa 2 chiqadi, lekin bu yoqda 3 ga bo'lsa davomimiz. Endi qaraylik. Bunaqasi raqam noma'lum. Raqam qo'shildi, raqam noma'lum deydi. Ko'rayotganimizdek, raqam qo'shildi, to'g'ri, hech qanaqa xato chiqmadi. 2 bo'ladi buning javobi. Mana raqam qo'shildi, bu 2. 2 teng bo'lsa 3 ga davomimiz. Mana buni print qilyapmiz. Ya'ni bu xato, ya'ni false qaytaradi. Hop, agar true qaytsa, o'sha if ishlaydi degani, agar false qaytsa ishlamaydi degani. Endi biz buni to'g'riga o'zgartirib qo'ysak bo'ladi va bu hech qanaqa muammosiz ishlaydi. Mana 3. Lekin bu 2 edi. Lekin uni ahamiyati yo'q. Endi bitta narsaga ahamiyat beramiz. Buni agar men xatoga o'zgartirsam, nima chiqadi hozir? 1 2 3. Ko'rganinglardek javob noma'lum. Ya'ni bu false qaytayotgani uchun javob noma'lum chiqyapti. Endi biza nima o'rganishimiz kerak? Biza for cycle o'rganishimiz kerak. Bu narsalarning hammasini qo'rga olib qo'yamiz. Qo'rga men to'g'ri qildim. Qavsga demoqchi edim. Qavs emas, bu comment. Hop. For cycle for I in range deymiz. Hozir men bitta yozib oling, keyin sizlarga tushuntirib beraman. 10 ga print I. Endi biza bu yerda e'tibor beradigan narsamiz bor. For doma I in range 1 dan 10 gacha. For bu cycle, ya'ni aylanadigan narsa. I mana bu narsani bu yoqqa berayotgan narsasi. Sal g'alati tushunyapsizlar, lekin hozir tushunib ketasizlar. Tushunmaslik tabiiy holat. Mana bu range bu ichiga berilgan ikkita sonni sanab beradi. Men 1 10 kiritsam 1 dan 9 gacha sanaydi. Ya'ni gacha deyapman. 10 bu gacha bo'lgani uchun 10 ni hisobga olmayman. 11 desam 10 gacha sanaydi. Endi print qilganimda mana menmi sanalayotgan raqamlarni i ga jo'natadi. Endi hozir sizlarga savol beraman. Hech narsa bilmasanglar ham, ya'ni hali o'rganayotgan bo'lsanglar ham savolni taxmin qilib ko'raman miyada. Bu aylanyapti. Mana bu yerga raqamlar bu yoqqa kelib tushyapti va o'shani men chiqarishga harakat qilaman. Nima chiqadi? 1 2 3. Ko'rganinglarda, menmi sanadi. Masalan 1 dedi menmi? Mana 1 i ga berdi. Keyin kod ishga tushdi. Mana ichidagi kod, for ichidagi print i. Ko'rganinglarda, men bunga bergan raqamni ekranga chiqardi. Mana 1 dedi, 2 dedi, 3 dedi, 10 gacha sanadi. Agar buni 10 qilib qo'yganimizda 9 gacha sanadi. Endi qaranglar, forni tushundik. Tushundikmi yo'qmi bilmayman. U sizlar bilasizlar, tushundinglarmi yo'qmi? Lekin juda tushunib shart emas, chunki bundan keyin Telegram botlar ham bor. Ularda inshaalloh o'rganib ketasizlar. Print qildik. Endi biz print qilmaymiz. Hop, sizlarga qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi? Kelinglar, promoy cycledan boshqa mavzuga o'tib ketamiz. Keyin cycle bilan ikkita mavzuni qo'shib yuboramiz. Hop, list 1 deyman. Raqamlar deylik mana. 1 3 2 4 5 6 7. Mana list raqamlar, ya'ni to'rtburchak qavs ichida har xil ma'lumotlar. Endi buni forga taqqoslab yuborsak bo'ladi. Mana kommentdan ochamiz. Range ni olib tashlayman va list raqamlar beraman. Endi print i desam nima chiqadi? Bitta taxmin qilasizlar. Men ungacha terminalda yoqaman. Ko'rganinglardek, buni ichidagi har bitta narsani bu print qilib chiqdi. Mana 1 3 2 4 5 6 7. Mana 1 3 2 4 5 6 7. Hammasini print qilib chiqdi. Hop. To'g'rimi? Da, to'g'ri. To'g'ri, print qilib chiqdi. Ya'ni bu mamga indan keyin beriladigan narsani bittalab sanab chiqib uni print qiladi. Masalan, bu yerda deylik Ahmadjon bo'lganda nima qilardi? Sizlarga savol. 1 2 3. Ahmadjonni har bitta harflarni bo'lib mana chiqarib beryapti bizga. Ya'ni bu berilgan narsani nima bo'lishidan qat'iy nazar chochib tashlaydi, uni mana i ga beradi.
va bu bizga juda ham qo'l keladigan narsa. Masalan, dictionaryda biza dictionaryni o'taylik, yana keyin uni formula boraman. Dictionary bu listdan, mana list bo'lsa, masalan mana list mana bunaqa ma'lumotlarni ushlaydi, to'g'rimi? Mana salom 2. Ya'ni bu yerda mana ma'lumotlarni indeks orqali bilishimiz mumkin. Print list desam, hop, list raqamlar desam, bu chiqyapti va bu yerdan doqib turib 0 qilsam, qaysi chiqadi taxmin qilinglar. Salommi, salom 2mi? Sizlar taxmin qilinglar, ungacha ishga tushib turaman. Salom chiqadi. Chunki dasturlashda doim raqamlarni sanash 0 dan boshlanadi. Bu narsani esdan chiqarmanglar. Bu son dasturlashda 0 dan boshlanadi. Endi darsga qaytamiz. Salom chiqdi va men salom 2 ni olishim uchun bu yerga 1 yozishim kerak. O'shanda bizga salom 2 ni chiqarib beradi. Endi e'tibor beraveramiz. Biza raqamlar orqali bilishimiz doimo qulay bo'lavermaydi. Chunki hozirlarga negaligini ko'rsataman. Mana bunaqa vaziyat bo'lishi mumkin bizda. Ko'rasizlar? Mana qanaqa uzun bu? Ma'lumotlar juda ko'p, to'g'rimi? Shunaqa ma'lumotlar dasturlashda sizlarning qo'lingizga keladi, ya'ni juda katta fayllar keladi. O'shunaqa fayllarda sarosimaga tushib qolmasligi kerak. Unaqa fayllar o'zi ko'pincha kelmaydi-yu, lekin shunaqa fayllar bo'lib qolishi mumkin va unaqa fayllarni sizlar ham yaratib qo'yishinglar mumkin. Ya'ni o'zingizlar bilmagan holatda agar dictionaryni o'rganmasanglar, faqat list bilan ishlatib qo'yishinglar mumkin. Endi dictionary nima? Mana dict va raqamlar deydi. Dictionary to'rtburchak qavs, ya'ni mana bunaqa tekst qavs emas. Bu qaranglar, klaviaturada P harfini ikkita yonida, ya'ni o'ng tarafida, ikkalasi ham. Shift bilan bossanglar mana bunaqa to'rtburchak qavs bo'ladi. Oddiy bossanglar mana bunaqa qavs bo'ladi. Endi ko'ramiz. Birinchi key beriladi. Mana masalan, salom 1 beriladi deylik va undan keyin unga o'zgaruvchi beriladi. Masalan, salom 1. Mana JavaScriptda mana bunisi mana bunaqa narsalarsiz yozilganiga hozir men ozgina chalg'ib qoldim. Buni hech nima qilmaydi. Chalg'ib qolish va xatolar doim sizlarni nima deydi, optinglarni oshiradi. Salom 1 teng salom 1 qildim. Mana bu narsa ikkita nuqta va joylashadi. Endi yozamiz. Salom 2 deyman. Salom 2 deyman. Endi qaranglar, salom 2 bu uje qanaqadir nima farqi bor degan narsa uyg'otib qo'yadi sizlarga. O'shaning uchun mana qilaman mana. S1 bu salom 1, S2 bu salom 2 deylik. Endi buni print qilsak bo'ladi. Print dict raqamlar. Bundoq qilamiz. Endi mana ko'rayotganinglardek S1 olasanmi, S2 nimi deyapti? S1 olamiz biz. Ishga tushirsak salom 1 chiqyapti. Ya'ni biz kalit bilan ma'lumotga murojaat qila olamiz. Ma'lumot ko'pincha serverlarda, hozir men sizlarga bitta misol keltiray. Bitta misol keltirsam bo'ladi. Bitta sayt bor. Mana buni oladigan bo'lsak, nega bizda so'rov ketmadi? Paste qilsam ketish kerak mana. Ammo qaranglar, mana to'rtburchak qavs ID deyapti 2 mana. Name deyapti mana Greenlion Cyclone balobatlar mana. Hamgacha va yana bitta ajratyapti Slack deyapti. Brand ID 2, description mana uzoq. Bu yerda mana ranglar deyapti mana. Is available devices mana 15 Pro, 15 Pro Max balobatlar. Category ID mana 43 list ichida ish widget 0, ish basket 0. Hammasi dictionary ichida kelyapti. Dictionaryni ichidan mana shuni olib olaylik. Biz hozir ishlatsak bo'lar ekan shuni. Mana ma'lumot deylik, teng mana ma'lumot ichidan deylik mana. Ichida nimani olsa ham qulay chiqarib beradi bizga. Ya'ni katta ma'lumot bo'lgan paytda biz bemalol ola olamiz. Agar bu list bo'lganida, uni mana bunaqa raqamlab olib o'tirish juda bizga qiyin bo'lardi. Va kodimiz xato ham bo'lardi. Chunki bir xil payt mana name qaytmasa deylik. Mana ID 1, name 2 to'g'rimi? Name qaytmasa, uni o'rniga nima bor? Undan keyin nima turibdi? Qaymni ko'raylik, mana Slack turgan ekan. Slack 2 bo'lib qolardi va biz name o'rniga mana buni berib yuborardik. Ya'ni bizga dictionary qulaylik uchun kerak. Mana masalan bu yerda name deyman.
Mana name deyman va ishga tushirsak faqat o'sha ismini o'zini bizga chiqarib beryapti. Ko'rib turganinglarda, ya'ni dictionary bilan list farqini menimcha tushundinglar. Endi qaytishimiz ham mumkin. Mana bularning hammasini bundoq qilib qo'yaman. Xo'p, biza endi yana bitta narsa ko'rsataman, qaranglar. List bir teng list. Listni ichida dictionary ishlatsak bo'ladi biza. Ya'ni listni ichida dictionary qanaqa bo'ladi? Masalan, ma'lumot bir yana bitta ma'lumot bu 2. Men hozir 2 ni print qilmoqchiman. Print 2 ni ma'lumot 2 ni print qilmoqchiman. Qanaqa qilaman sizlar bitta taxmin qilinglar. Men o'rgatdim, to'g'ri qafslar bilan qilaman deb, lekin ma'lumot men listni ichidagi ma'lumot, listni ichidagi dictionaryni ichidagi ma'lumot, ya'ni 2 marta ichkariga kirishim kerak. O'shunaqa vaziyatda nima qilaman? Taxmin bo'ldinglar? Buni videoni pauza qilib o'ylab ko'ringlar. Men cho'zmayman videoni. List 1 to'g'ri qavs ma'lumot 2 nechida turibdi? Dictionary nechinchi dictionary bu? 2 mi? Bo'ldi, men 2 mi? Demak 1 yozaman, bilasizlar, 0 dan boshlanadi. 1 va yoniga yana bitta to'rtinchi qavs qilaman. Bu yo'lga o'sha men ma'lumot deyman. O'shanda bizda mana 2 chiqyapti. Ko'rasizlar? Faqat buni bitta minusi bor. Mana listni ichidagi dictionaryni ichidan ma'lumot olayotganda ko'rayotganinglardek bizga ichida mana bunaqa narsalar bor deb aytmaydi. Ya'ni bu men tepada ko'rdik, mana ma'lumotda ichida name bor, ID bor deb bizga ko'rsatib beradi kodimiz. Ya'ni kod editor. Bu bizga ko'rsatib bermaydi mana. Biz o'zimiz ma'lumotni mana qo'lda yozganimizdan keyin bizga ma'lumotni chiqarib beryapti. Masalan, men buni 0 qilsam, agar bu yerga 1 chiqarib beradi. Birinchi dictionary ichidagi ma'lumotni chiqarib beradi. Va endi xuddi shu narsaga bitta nima bor? Forga misol bor. Buni ham ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu deylik, list 1 deymiz. Endi bizga i ga dictionary qaytadi. Ya'ni bu listning ichida dictionary turibdi ikkita. Dictionary qaytadi. Endi biza mana bu yerdan type deymiz va i ni beramiz. Endi mana bu yerga kirib kodni ichga tushirsak, hech narsa chiqmaydi. Nega? Chunki biza print bermadik. Belgili juda. Hop. Mana ikkalasi ham dictionary, ya'ni bizga dictionary'imiz i bo'lib qaytayotgan ekan. Endi print deymiz i va bundoq qilsak, hech narsa chiqmas ekan. Ma'lumot desak, bizda 1 va 2 chiqish kerak mana. Birinchi buni ichiga kirib ma'lumotni olib, keyin bunisiga o'tyapti. Ya'ni mana for i in range bizda nima deydi? Ichini aylanib beryapti. Menimcha for'ni tushuntira oldim desak bo'ladi. Endi biz funksiya yaratishni o'rganamiz. Funksiya qanaqa bo'ladi? Def degan narsa bor. Def bu funksiyani yaratish uchun yoziladi. Endi biz funksiyaga nom beramiz. Defdan keyin nom berish kerak. Masalan, push deymiz va mana bunday qilamiz. Mana bu o'sha funksiya yaraldi degani va print qo'shdim deymiz. Endi bu yerda biz qo'sh deb chaqirsak bo'ladi. Mana va biz bu yerda kodni ichga tushirsak, qo'shdim degan xabar chiqadi. Ya'ni biz kodni qo'shib yoqqanimizda bu funksiya ishlayapti. Masalan, yoqmasa, men ishlamayapti. Endi bitta kichkinagina misol ko'rsatib o'tib ketaman. Hop. Men qilib oldim mana uni. Print qani? For qani? Bir o'zimiz yozib olamiz. Log deyman. Yani bu İngilizcede hoş vardım, uzun. Topdimni chiqar mana. Endi qaranglar. Bitta list yaratamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deymiz. Endi for i in list 1 deymiz. Endi nima qilamiz? If for ichida if ishlatyapman, e'tibor beringlar. I teng bo'lsa to'rga logni ichga tushib, sizlarga hozir juda qiyin bo'ladi. Else ham ko'rsatdim. Deymiz, shunchaki continue, ya'ni davom et, ya'ni siklda davom et degani. Endi biz bu kodni ishga tushiramiz va topdim. Agar else bo'lsa deyman, print qil i ni deyman. Shunda bizga tushunarliroq bo'ladi mana. Ko'rasizlar? 1 2 3 topdim.
3 chiqyapti. Topdim deyapti. Keyin 4 5 6 7 8 yani 3 ga teng. Uzr. 3 yozmagan ekanmiz. U betga 4 yozgan ekanmiz. 1 2 3 topdim, ishlayapti va 5 6 7 8 9. To'g'ri topdim. Endi nima qila olamiz? Mana bu yerga shunchaki printdan keyin, topdimdan keyin demoqchi edim. Break degan narsa bor mana, break. Bu mana bu siklni to'xtat degan. Shunchaki yozamiz va mana 1 2 3 topdim. Undan keyin uje aylanmaydi bu, chunki vazifani bajardi. Break degani bu to'xtagan degan ma'noni bildiradi. Funksiyani ham tushundik menimcha. Endi bizga bitta narsa bor. Mana bu yerga qavsning ichiga funksiyani bekorga qovus yozmadik bu yerga. Bundoq qilaylik. Funksiyani pastroq olib olaman, qulayroq bo'lsin. Mana. Mana buni ichiga masalan a bilan b deylik. Mana. Endi mana bu yerga yetamiz. Print qilgan a bilan b ni qo'sh degan. Bu endi. Endi log deyman. 1 bilan 3 deylik. Ichiga tushirsam to'g'ri chiqaryapti. Ya'ni mana 1 bu yoqqa a bo'lib tushyapti, 3 bu yoqqa b bo'lib tushyapti va mana ikkalasini qo'shsak to'g'ri bo'lyapti. Ya'ni ma'lumotlarni uzatsak bo'ladi ham funksiyaga. Xo'p, yana nima qoldi bizda? Funksiyani yozdik, unga ma'lumot uzatdik. Perimeter default qiymat yozmadik-da, funksiyaga default qiymat yozmadik. Amki teng qilib 1 qilib qo'ysam bo'ladi b ni. Endi kodni ichga tushirsak nima chiqishini tasavvur qilaylik. Bitta taxmin qilib ko'ringlar o'zingizlar. 2 chiqadimi yo 4mi? Babam 4 chiqadi. Nega? Chunki bu teng 1 qilinganda agar mana bu yerda qiymat bo'lmasagina ishlat degan. Mana 2 chiqadi endi. Chunki biz 1 berdik, bu a ga to'g'ri keldi va b hech narsa berilmagani uchun o'zidan o'zi 1 ni oladi. Bu yerga masalan biz yozishimiz mumkin edi b teng 1 qilib, 2 qilib 12 deylik mana. Endi ishga tushirsak bitta a qolib ketyapti deyapti. Ya'ni a ga biz default qiymat bermaganmiz. A teng 2 qiladigan bo'lsak, hozir bizda 3 chiqarib beradi. Mana ko'rib turganlar. Ko'rdinglar? Ya'ni default qiymatdan berib qo'ysak bo'ladi betga. Ya'ni majburiy qiymat berib qo'ysak bo'ladi. Endi bizda kodimizni boshqa faylda ishlatish qoldi. Keyin biz buni darsni tugatsak bo'ladi. Mana bu yerga mana birinchi kodim yoniga ikkinchi kodim yoki mana funksiyam deb ochamiz. Bu yerga mana bu funksiyani olamiz mana. Oldik. Mana log. Endi mana bu log xato bo'lib qoldi, chunki bizning faylimiz boshqa joyda. Buni qanaqa qilib olamiz desanglar, faylni eng tepasiga chiqib, mana eng tepasiga from funksiyam mana import log. Ya'ni funksiyam faylini ichidan mana log degan funksiyani olib kelib degan. Ko'rganinglar. Endi mana log xatosiz ishlaydi, yana ishga tushirib ko'rsam mana 3 chiqaveradi, ya'ni ishlayapti. Men package degan narsaga e'tibor bermaysizlar, bu o'sha fayllar ko'payganida bir-biridan ma'lumotlar olganida o'sha paydo bo'lib qoladi. Pythonning o'ziniki ishladi. Hop, biz inshaalloh darsimizni tugatdik do'stlar. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar videoga. Inshaalloh keyingi videolarimizda Eogram va Fast API ikkalasini o'tsak bo'ladi. Ya'ni Eogram bu Telegram bot yasash uchun u уже 10 ta dars bo'ladi. Bo'lib chiqaraman. Fast API ham bir 20 ta dars bo'lsa kerak. Undan keyin JavaScript o'tamiz. JavaScript, keyin Express, keyin Telegraph. Ya'ni u ham API va Telegram bot uchun kutubxonalar faqat boshqa dasturlashtiriladi. Sizlar bilan Ahmadjon Qahhor bo'ldi. Ko'rishganda, ko'rishguncha.